biz ko'chmoqchi bo'lgan yangi uy. Bu yerga ancha yillar oldin ko'chishni rejalashtirgandim, chunki jiyanim qo'limda qolib ketgan. Jiyanim Rashidning ota-onasi ancha yillar oldin avtohalokatda vafot etishgandi. Bu esa yolg'iz men uchun juda ham og'ir. Jiyanim juda ham yosh bo'lgani uchun uni eslay olmasdim. Men qo'limdan kelgancha u uchun ishlardim. Men yangi uyga ko'chdim va bu yerga buvimni ham olib keldim, chunki u yolg'iz va yaxshi ayol. Unga yaxshi qarab turishi tabiiy edi. Rashidning xulq-atvori juda ham yaxshi bola. Shu uchun men unga ishonardim. Bir kuni eshik taqillab qoldi. Men qo'limdagi narsani qo'yib eshikka qarab boqardim va u yerda g'alati bir erkakni ko'rdim. Aniq uyga kirmasligim aniq edi. Shundan so'ng siz kimsiz deb so'raganimda u gapira boshladi. Kuzatuvchiman. Men otamning otasi ham, bobom ham bu ishni qilgan va mendan keyin o'g'lim ham qiladi. Bu meni oilamga tegishli va bu yerdan chiqib ketishingizni so'rab qolaman. Shundan so'ng men unga biz hech qayerga ketmaymiz deb aytdim. Ha, unda bu taqdirni o'zingiz tanladingiz. Endi men oilangizni ham bezovta qilishimga to'g'ri keladi. U oilam haqida gapirganda men jahlim chiqib ketdi. Bor kuchim bilan eshik dastasiga yopishdim va eshikni ochib nima deysan deganimda bu yerda hech kim yo'q edi. Bu juda sirli va qo'rqinchli. Shundan so'ng biz oilam bilan tinch yashashni boshladik. Hech nima ro'y bermadi, ammo g'alati narsalar sodir bo'lardi. Menimcha bu narsalar faqat menga sodir bo'lardi. Chunki men ko'rardim. Ba'zida sharpalar, ba'zida hech kim yo'q xonalardan pichirlagan ovozlar kelardi. Bu odamni juda ham vahimada va qo'rquvda ushlashi tabiiy hol. Men ishga borishimdan avval hamma joyga kameralar o'rnatdim, albatta Rashidning sog'lig'i uchun. Va men doim ularni kuzatib turardim. Ishda bo'lganimda ham, ko'chada bo'lganimda ham. Bir kun ishda paytimda kameraga qaradim, ammo kamera ishlamayotgandi. Yo'q, kameralar ishlayotgandi, ammo aynan Rashidning xonasidagi kamera ishlamay qolgandi. Meni jahlim chiqib ketdi. Telefonni oldim va qolgan kameralardan Rashidni izlay boshladim, ammo hech qayerda u yo'q. Shunda bildimki, bu yerda faqat meni buvim bor. Buvimga telefon qildim. "Buvijon, yaxshimisiz?" U aytdi, "Ha, yaxshiman. Nima bo'ldi?" Men aytdimki, Rashidning xonasidagi kamera ishlamayapti. Uni borib kuzatishingiz kerak. Ya'ni uni ko'rishingiz kerak. Shunda buvijonim aytdiki, "Sen xavotir olma. Chunki Rashid juda ham yaxshi bola. U hech qanaqa to'polon qilmaydi. Xavotir olmasang ham biladi." Unga meni ko'zimga nimalar ko'rinayotganini aytmasdim, chunki uni qo'rqitib yuborishni xohlamasdim. Men uni zinalardan tepaga, ya'ni Rashidning xonasiga chiqib ketishini kuzatib turardim. Hamma narsa Rashidning xonasida yaxshi ishlardi. Ya'ni nima, elektr toki va xonada. Seni tanladi Rashid. Menimcha otangga endi qiyin ishlar. Shunda men nima qilishni o'ylab qoldim. Ya'ni juda ham bu ovozni eshitib hayratda qoldim. Men shunaqangi qo'rqardim. Bu qo'rquv emas, ko'proq oilamni himoya qilishga qaratilgan ehtiyoj edi. Bu yerdan kelgan ovozlarga ortiq e'tibor qaratmadim. Shunchaki o'rnimdan turib yugurib ketdim. Hattoki shoshilganimdan istaganda kofeni ham to'kib yubordim. Yo'lda men politsiyaga telefon qildim, ammo hech kim ko'tarmadi. Shundan so'ng buvimga ham telefon qildim, ammo buvim ham ko'tarmadi. Men mashinaga o'tirib gazni bosdim. Ikki ko'zim kamerada edi. Ya'ni yo'lga umuman e'tibor bermayotgandim. Shunchaki gazni bosib uyga borayotgandim. Oxirgi daqiqalarda men buvimni Rashidning xonasiga chiqib ketayotganida ko'rdim va u yerdan qanaqaningdir ovozlar kelardi. Ya'ni Rashidning yig'layotgan ovozlari. Men juda ham qo'rqib ketdim. Ya'ni tezroq uyga borishni niyat qilib ular uchun duo qilib ketardim. Chunki men xohlayotgan narsa Rashidni himoya qilish edi. Chunki buvim u psixga qarshi hech nima qila olmasdi. Chunki u anchagina qarib qolgan 75 ga kirayotgan ayol edi. Men qo'rqqanimdan yo'lga ham qaramasdan ketayotgandim. Shunda psix yana gapira boshladi. "Bu uyni bir bo'lagi bo'lishni istaysanmi, Rashid?" Rashid, ya'ni jiyanim faqat yig'lardi. Bu meni gaz bosishga undaydigan narsa bo'ldi. Men gazni bosib, hattoki yo'lga ko'zimni qiri bilan ham qaramay qoldim oxirgi daqiqalarda.
Shundan so'ng men ularni kuzata boshladim. U yerda hech kim yo'q. Men tezroq borib, jiyanimni qutqarishning yo'lini qilayotgandim. Politsiyaga yana qo'ng'iroq qildim. Politsiya hozir yo'lda ekanligini aytdi. Shunda birdaniga tormozlash ovozini eshitdim va yo'lga qaraganimda mashina meni mashinamga kelib urilib ketdi. Oxirgi ko'rgan narsam shu ediki, oyna ta'sir ostida sinib ketgandi va men oxirgi daqiqalardagi hech nimani eslay olmayman. Shunda men ko'zimni shifoxonada ochdim. Hamshira meni yostig'imni almashtirayotgan paytida ko'zimni ochishim bilan meni ko'rdi. Qo'rqib ketib borib politsiyaga telefon qildi. Politsiya keldi va mendan so'ray boshladi. Men esa ularni eshitmasdan men qanchadan beri bu yerda bo'ldim, nima bo'ldi deganimda ayolcha gapira boshladi. Siz 3 kundan beri bu yerda edingiz. Mashina tezligi sababli omon qolganingizni o'zi katta baxt. Men nima bo'ldi? Axir men oilamni himoya qilishim kerak edi. Oilamga nima bo'ldi deganimda u aytdi. Biz u psixni o'sib tashladik, ammo boshqa hech kimni ko'rmadik. Shundan so'ng ayol yana bir nimalar deya boshladi, ammo men qo'rqib ketganligimdanmi, xursandligimdanmi hech nima deya olmadim va ularni ham eshitmadim. Uyga kirganimda hech kim yo'q edi. Ko'zlarimda yosh bilan eshikka suyanib qoldim va har safar uyga kirganimda Rashidning baqirgan, yig'lagan ovozlari qulog'imga chalinaverasdi. Va men uni tasavvur qildim. Unga 1-2 marta pichoq urilgan va bo'g'ib o'ldirilgan. Shundan so'ng men juda ham qo'rqib ketdim, lekin menda telefonim yo'q bo'lishiga qaramasdan uydagi kompyuterdan uni ko'rish imkoniyati bor edi. Psix Rashidning xonasidan chiqdi va buvimni oldiga borib, uni sochidan ushlab, zinadan tushirib yubordi. U o'z xonaga cho'kib vafot etdi. Shundan so'ng politsiya uyga kelganda ular uni ko'rishdi va otib tashlashdi. Lekin shunda oynadan qaradim va kuzatuvchini ko'rdim. Lekin bu u emasdi. Chunki bu bola biroz kichikroq, semizroq edi, lekin o'sha maskada edi. Shundan so'ng men bildim, ya'ni kuzatuvchining gaplari rost. Uni o'g'li endi uni o'rniga kelgan. Men nima qilishni bilmadim. Shundan so'ng buvim yashagan uyga bordim va uni sotmoqchi bo'ldim. Ammo keyinchalik o'zimni jonimga qasd qilishga ko'p marotaba urindim, ammo mening qiladigan ishlarim ko'pligini o'ylab o'sha uyga qaytib bordim va hamma joyga yonilg'i sepib, yoqib, portlatib yubordim. Boshqa hech kim bu uyga qadam bosmasligi uchun.